mana shu xonamiz bor, ha? Eni 20, bo'yi 10 ekan. Shu xonamizga biz burchakka gilimlarni olib tashlashimiz kerak-da, burchakka terib chiqishimiz kerak. Ya'ni kafilmi? Kafil bizlarga nima bo'ladi? Qanaqa shaklda bo'ladi? To'rt burchak. Xuddi mana bunaqa narsalar, mana shuncha shakldagi qo'yib chiqamizmi? Mana gilimlar ketma-ket. To'g'rimi? Endi birinchi nechta ketadi mana shunaqaga o'xshagichdan? Faqat aylanmaysiz. Shuni topishni o'rgataman. Endi qaranglar, birinchi xonamizda yuzini topa olamiz. Yuzini topish uchun nima qilamiz? Sistek A ko'paytiradi. Ya'ni enini bo'yiga nima qilamiz? Ko'paytiramiz. 20 ni nechaga ko'paytiramiz? 10 ga necha bo'ladi? 200 ekan. Xonamizda yuzi 200. Endi mana bu burchakkami kafillar yuzini topa olamiz. 2 o'yinga ko'paytiramiz. Kichkinachaniki necha ekan? 2 ko'paytirib 2. Necha? 4. Demak, mana buni yuzi 200 chiqdi. Buni yuzi 4 ekan. Nechta ishlatilishini topish uchun nima qilamiz? Bo'lamiz. Kattani kichkinaga bo'lamiz. Ya'ni 200 da bo'lamiz 4 ga 50 ta ketar ekan. Nechta mana bunaqadan ketar ekan? 50 ta. 50 ta. Faqat bitta narsasi bor. Mana shu kafil sinadimi, sinmaydi joylashtiriladimi? Sinmaydi. Bilasizmi, ba'zi joylarga burchaklariga kelib qolganda kafilni yarmini joylashtirib ketadi. Shular nima e'tibor bermaydi? Sinmaydi. Yo'q. Mana taraf 2 mi? Mana tarafimiz necha edi? 10. Nechta joylashadi? 12 ga bo'lsa 5 ta. 5 ta. Qolyaptimi? Agar mana shu 11 bo'lganda nechta joylashardi? 5 ta joylashardi, necha qolib ketardi? Qoldi qoladi. Ya'ni yana boshqasini sinig'ini qo'yadikmi? Mana tarafga ham to'liq joylashadimi? Yo'q. Hozir 20, ha? Bizda bir tarafi 2 bo'lsa, nechta ketadi bu tarafiga? 10 ta. 10 ta. Qoldi qolyaptimi? Yo'q. Sinmasdan joylashar ekanmi? Agar 21 bo'lganda nima bo'lardi? Sinaydi. Ana shunisiga ham e'tibor beringlar. Savollar tushadi. Nechtasi sinadi, nechtasi sinmaydi, nechtasi butun qilsak, butun joylashadi degan savollar bo'ladi-da. Tushunardilaringmi? Bo'ldi.